Bugun tinimsiz yomg'ir yog'di. Ko'chalar suvga to'ldi. Yo'llar bunday yog'ingarchilikka moslashmaganligi uchunmi hamma joy suvga belardi. Bir chetga to'xtayotgan vaqtimda mashinam ariqqa tushib ketdi. Lekin gap na yomg'irda, na yo'llarda, na mashinada. Gap odamlarda. Hech kimdan yordam so'ramadim. Yonimda ishxonadosh opam bilan o'tirardik. Biroq ko'ngil xotirjam edi. Alloh bizni tashlab qo'ymaydi. Bab O'zbekistonda yaxshi odamlar bor. Shu payt odamlar o'zlari yordamga shoshilishdi. Ko'cha sovuq, yomg'ir chilaklab quyyapti, hattoki qorga aylanib ketdi. Lekin shu damda ham yalang'oyoq holatda odamlar bizga yordam berishdi. Bu videoni aynan shuning uchun tayyorladim. Yaxshi insonlar juda ko'p. Ular shunchalar ko'p ekanki, begona bo'lsalar ham yordam berishga shay turishadi. Oylarning eng yaxshisi Ramazon oyida, kunlarning eng a'losi juma kuni osmondan barg yog'ilayotgan bir paytda yordam qo'lini cho'zgan shu odamlardan Alloh rozi bo'lsin. Axir har bir ishda hikmat bor. Mashinamning ariqqa tushishi kimlar uchundir oxirat tarozisida og'ir savob bo'lishiga ishonaman. Chunki men yordamga muhtoj edim va ular chin dildan xolis yordam berdi.